7 oktyabrdan to bugunga qadar falastinliklar yana bir bora bosqinchi Isroildan o'z yerlarini ozod etishga urindilar. Bunga javoban esa zolim Isroil G'azo sektoridagi aholi yashaydigan uylarni shafqatsizlarcha bombaladi. Oqibatda 500 kishi halok bo'ldi. Ulardan 100 dan ortig'i bolalar edi. Sionist yahudiylari Falastin yerlarini zulm bilan tortib olgani barchaga ma'lum haqiqat. Bu suratda Theodor Goltz nomli kema bo'lib, bortda yahudiy qochoqlar bo'lgan. Ular ilk marta 1947-yilda Falastin qirg'oqlariga suzib kelishgandi. Plakatga e'tibor bering. U yerga nemislar bizni oilalarimiz va uylarimizni vayron qilishdi. Sizlar bizni umidimizni so'ndirmanglar deb yozilgan. Bugun esa bu qochoq yahudiylarning avlodlari falastinliklar avlodlarini bombalamoqda. Zolim Isroil tomonidan bombalangan masjidlardan birida Qur'on sahifasidan faqat quyidagi oyatning bir qismi qolgan. Va shak shubhasiz bizning qo'shinimiz g'olib bo'lguvchilardir. Sofat surasi 173-oyat. O'z yerlarini ozod qilishda Falastin ahliga Alloh tavfiq bersin. Quyida biz musulmonlar ularga qanday yordam berishimiz mumkinligi borasida Dr. Zakir Naik hafizahulloh tavsiyalarini e'tiboringizga havola etamiz. So number 1, Avvalambor shuni bilishimiz lozimki, bu falastinliklar islomdagi 3-muqaddas masjidni, 3-haramni himoya qilish orqali farzni bajarmoqdalar. Xo'sh, biz musulmonlar Falastinga yordam berish uchun nimalar qilishimiz lozim? Vaqt chegaralangani bois uzoq gapirishga imkon yo'qligi sabab bir qancha yo'linigina zikr qilamiz. Demak, musulmonlar Falastinga yordam berishda qilish kerak bo'lgan ishlardan bir qanchasini eslatib o'tmoqchiman. Ularning aksariyati barcha musulmonlar qo'ldan keladigan va qilish kerak bo'lgan ishlardir. Eng avvalgi har bir musulmonning qo'lidan keladigan va qilish kerak bo'lgan ish bu Falastin ahliga va Masjidul Aqso haqqiga duo qilishdir. Men falastinlik birodarlarimiz va opa-singillarimiz haqqiga duo qilish har bir musulmonning burchi deb hisoblayman. Biz Allohga chin dildan ularga omonlik berishini, nusrat berishini, sabr-matonat berishini so'rab duo qilishimiz lozim. Shahid bo'lganlarga esa Alloh taolo jannatning eng yuqori darajasi Firdavsni berishini so'rab duo qilishimiz kerak. Falastinlik birodarlarimiz va opa-singillarimiz haqqiga qilishimiz kerak bo'lgan duoga eng munosib vaqt bu tahajjud namozidir. Agar siz tahajjud namozining sajdasida falastinlik birodarlarimiz haqqiga duo qilsangiz, bu duolar mustajob bo'ladigan on hisoblanadi. Tahajjudni odat qilgan musulmonlar o'z duolarida Falastin ahlining haqqiga ham duo qilishlari lozim. Tahajjudga turmaydiganlar uchun esa bu jarayonlar turtki bo'lsinki, kechaning 3dan birida turib tahajjudni ado qiling. Tahajjudni o'qiyotganingizda sajdaga bosh qo'ygan payt Allohdan Falastin ahliga najot berishini, nusrat berishini, sabr-bardosh berishini so'rab duo qiling. Shahid bo'lganlariga esa Jannatul Firdavsni so'raylik. Kim bilsin, ehtimol shundan so'ng siz doimiy ravishda tahajjudga turishga o'rganib qolarsiz. Ehtimol aynan sizning duoyingiz mazlum Falastin ahlini najot topishiga sabab bo'lib qolar. Kechaning 3dan biri duolar mustajob bo'ladigan paytdir. U payt Alloh mu'minlarning barcha duolarini ijobat qiladi. U zot aytadi: "Duo qiluvchi bormi, duosini ijobat etaman. So'rovchi bormi, so'raganini beraman." Demak, musulmonlar eng avval qilishi lozim bo'lgan ish bu Falastindagi birodarlarimiz va opa-singillarimiz haqqiga duo qilish. Keyingisi esa ijtimoiy tarmoqlar orqali biz Falastindagi zulm haqida, Isroil hukumati tomonidan falastinliklarga nisbatan sodir etilayotgan vahshiyliklar haqida, inson huquqlarini qo'pol tarzda poymol etilishi haqida, xalqaro rezolyutsiyani buzilayotgani haqida yoritib borishimiz kerak. Biz mavjud barcha ijtimoiy tarmoqlarni, u xoh Facebook, Instagram, YouTube, Twitter bo'lsin, barchasini ishga solib, dunyoni Isroil hukumatining falastinlik tinch aholiga nisbatan vahshiyliklari haqida, harbiy jinoyatlari haqida xabardor etib borishimiz darkor. Shuningdek, Falastin haqida maqolalar, qo'llanmalar, kitoblar, elektron kitoblarni keng ommaga tarqatishimiz lozim. Shu orqali ko'pchilikka Falastin haqida ma'lumot yetib borishiga hissa qo'shiladi. Keyingisi
Isroilning barcha mahsulotlarini iloji boricha boykot qilishga harakat qilish kerak. Isroil mahsulotlarini iste'moliga hamda sotib olinishiga chek qo'yish lozim. Biz dunyoning 25% qismini tashkil etamiz. Agar biz Isroil mahsulotlarini 100% boykot qiladigan bo'lsak, shubhasiz bu ularga iqtisodiy katta zarba bo'ladi va ularga yaxshi dars bo'ladi. Keyingisi, biz imkon qadar falastinliklarga moliyaviy yordam ko'rsatishga harakat qilishimiz kerak. Ushbu ko'mak Falastin ahli uchun kasalxonalar, maktablar, uylar qurilishiga sarflanadi. Balki taom tarqatilishiga yoxud boshqa ehtiyojlar uchun ham ishlatilar. Navbatdagi qilishimiz lozim bo'lgan ishni ba'zi musulmonlar qila oladilar, ba'zilar esa yo'q. Bu Allohning kimga qanday imkoniyat berganiga bog'liq. Barcha media resurslarida ta'sirga va mashhurlikka ega musulmonlar o'zlaridagi mavjud imkoniyatlardan foydalanib, Falastindagi zulmni qoralab chiqishlari lozim. Yaqin kunlarda yuzlagan falastinlik tinch aholi o'ldirildi. Ba'zi musulmon mamlakatlari yetakchilari bo'lsa, nima qilishyapti? Qanday qilib dushman bilan qo'l ushlash mumkin? Ular shunchaki odamlar emas, falastinlik musulmon birodarlarimiz. Axir ular butun ummat nomidan farzni bajarishyapti-ku. Qanday qilib ular musulmonlar qotili bilan do'st tutinishlari mumkin? Shu sabab biz u bilan har qanday aloqalarni uzishimiz lozim. Shunaman ko'pchilik bunday keskin qaror qabul qilishdan cho'chishadi. Sababi Isroilning ortida super hokimiyat qo'llovi turibdi. Ammo Alloh subhanahu va taolo biz bilan ekanini ular esdan chiqarib qo'yadilar. Alloh bizlarga yordam beradi. Axir Alloh doim mu'minlar bilan birgadir. Biroq ming afsuski, bugun bizning holatimiz anchayin zaif. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlarki, hali ummatlar sizga qarshi xuddi ochko'zlar laganlariga tashlangandek tashlanadilar ham dedilar. O'sha kunda biz oz bo'lganimiz uchunmi ey Allohning rasuli dedi birov. Yo'q, u kunda siz ko'p bo'lasiz, ammo selning ko'pigi kabisiz. Albatta Alloh dushmanlaringiz qalbidan sizning haybatingizni sug'urib oladi va sizning qalbingizga vahn soladi dedilar. Ey Allohning rasuli, vahn nimadir dedi birov. Dunyoning muhabbati va o'limni yoqtirmaslik dedilar. Abu Dovud rivoyat qilgan. Keyingi qilish lozim bo'lgan ish dunyodagi barcha musulmonlar birlashmoqliklari darkor. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimning Oli Imron surasi 103-oyatida wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Barchangiz Allohning arqonini mahkam tuting va bo'linib ketmang degan. Biz musulmonlar birlashishimiz lozim. Birlashishlikning eng asosiy omili bu Qur'on va sahih sunnatdir. Qaysi mazhab bo'lishdan, qaysi yurtda yashashingizdan qat'iy nazar yana bir birlashishlikning eng muhim omillaridan biri bu Falastin masalasidir. Sababi Falastinda Masjidul Aqso joylashgan. Aqso har bir musulmon qalbiga qadrlidir. Xoh u Saudiyada bo'lsin, xoh Malayziyada, Hindistonda bo'lsin, xoh Pokistonda yo Turkiyada qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, Masjidul Aqso har bir musulmon uchun muhim ahamiyatga egadir. Mana urushning bir necha kunida yuzlab falastinliklar shafqatsizlarcha qatl qilindi. Bombalangan obyektlar fuqarolarning turar joylari edi. Bunga nisbatan dunyo qanday munosabatda bo'ldi? Aksariyat davlatlar Isroilga xayrixoh ekanini ko'rsatishdi. Qachonki biz musulmonlar birlashsakkina harakatlarimiz samaraliroq bo'ladi. Agar barcha musulmon mamlakatlari birlashsalar hamda falastinlik birodarlarimiz va opa-singillarimiz himoyasida tursalar, kutilgan samara bo'ladi. Biz ular haqqiga duo qilamiz. Inshaalloh bu samarali bo'ladi. Alloh taolo bizlarni sinamoqda. U zot bizga muhtoj emas, u zot behojatdir. Alloh bizga Qur'onda jinoyatchilarni albatta jazolashini va'da bergan. Yana Alloh taolo ularga ma'lum vaqtgacha muhlat berib qo'yganini aytadi. Alloh bizga muhtoj emas, siz bilan biz uning yordamiga muhtojmiz. Shunday ekan nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek bir tan va bir jon bo'lmaymiz? U zot musulmonlar bir jasad kabidir. Agar uning bir a'zosi kasal bo'lsa, qolganlarini istimoladi deganlar. Shu sabab men butun dunyodagi birodar va opa-singillarimdan yuqoridagi ko'rsatmalarga amal qilib qolishlarini so'rayman. Yana bir bor Allohdan falastinlik birodarlarimizni hifzida asrashini hamda ularga sabr berishini, g'alaba ato qilishini, shahid bo'lganlarni esa Jannatul Firdavs bilan mukofotlashini so'rab duo qilaman. Fursatdan foydalanib men 3-muqaddas masjidimizni himoyasida jon kuydirayotganlari sabab Falastin ahliga butun ummat nomidan chuqur minnatdorchilik izhor qilaman.
Alloh taolo barcha Falastindagi musulmon birodarlarimizni Jannatul Firdavs bilan mukofotlasin. Masjidul Aqso islom dinining shior makonlaridan biri. Ikki qiblaning birinchisi, 3 ta asosiy masjidlar sirasidan musulmonlarga tegishli muborak maskan. Unga nisbatan qilingan har qanday tajovuz islomga tajovuzdir. Dunyo aholisining asosiy qismini tashkil etuvchi milliardlarcha musulmonning e'tiqodini oyoq osti qilish, qolaversa odamgarchilik haddidan og'ishdir. Tarix Muhammadiyda keltirilishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Quddus sharifni kofirlar bosib olgaylar. U joyga oliy imoratlar solgaylar. Bu yerning obod bo'lishi Madinaning xarobligidir. Madina xarob bo'ldi esa, dunyo urushi boshlanib qirg'in bo'lur. Buning bo'lishi esa Konstantiniya fathining alomatidir dedilar. Ma'lumdirki, Ikkinchi jahon urushidan keyin Quddus shahri yahudlarga o'tdi. Bu shahar Hazrati Umar davrida olingandan beri kofirlar qo'liga bunday tushmagan edi. Boshqalar ham albatta Rasululloh aytganlaridek bo'lg'usidir. Chunki ko'z oldimizdagi bo'layotgan alomatlar esa buning belgisidir. Dar haqiqat Alloh o'zining nabiysi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ushbu muqaddas zaminni g'animlar egallab oladilar yoki urush va mustamlakachilik qilib unga tahdid soladilar deya xabardor qilib qo'ygan edi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z ummatlarini uni himoya qilishga, toki u shahar dushmanlarning qo'llariga tushib qolmasin uchun uni muhofaza qilish, shahar ularning qo'llariga tushib qolgan taqdirda uni ozod qilish uchun kurashishga targ'ib qildilar. Shuningdek, u zot sallallohu alayhi vasallam musulmonlar bilan yahudiylarning oralarida bo'lish kutilayotgan urush oxirida musulmonlar yahudlarning ustilaridan g'alaba qilishlarini, toshlar va daraxtlargacha musulmonlarning saflarida turishlarini, har bir tosh va har bir daraxt musulmonlarga dushmanlarni ko'rsatib xol tili bilan bo'ladimi yoki so'z tili bilan bo'ladimi baribir gapirishlarini xabarini berganlar. Imom Suyutiyning jomelarida kelgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "To musulmonlar yahudlarga qarshi jang qilmagunlariga qadar qiyomat qoyim bo'lmaydi. Bas, musulmonlar yahudlar ustidan g'olib bo'ladilar. Hatto yahudlar toshlar va daraxtlarning orqasiga yashirina boshlaydilar. Shunda toshlar va daraxtlar aytadi: "Ey musulmon, ey Allohning bandasi, mana bu yahudiy mening orqamda. Bas, bu yerga kelib uni qatl qil." Illo g'arqat indamaydi, zero u yahudlarning daraxtlaridan. Abu Umoma Bohiliydan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Mening ummatimdan bir toifasi haq ustida bo'lgan hollarda bardavom bo'lurlar. Ular dushmanlar uchun qahr qilguvchidirlar. Ularga qarshi chiqqan kishilar ularga bir oz aziyatdan boshqa zarar bermaslar. Hatto ular o'sha holatdaliklarida Allohning amri keladi" dedilar. Ular qayerda ey Allohning rasuli deb so'rashganda, u zot Baytul Maqdis, ya'ni Quddus va uning atroflarida dedilar. Alloh butun dunyodagi mazlum musulmonlar qatorida G'azodagi birodarlarimizga ham najot bersin. Zolimlarga o'zi kifoya bo'lsin.